Assalomu alaykum. Men Buxoro davlat pedagogika instituti geografiya kafedrasining iqtisodiyot fanlari o'qituvchisi Achilova Ramziy Azamovnaman. Bugungi darsimiz iqtisodiyot va tadbirkorlik asoslari fanidan ikkinchi mavzu ishlab chiqarish jarayoni va uning natijalari hisoblanadi. Demak, bu mavzumizga taalluqli bo'lgan rejalar, 5 ta rejani ko'rib chiqamiz bugun. Birinchisi ishlab chiqarish omillar va ularning tarkibi, ikkinchi reja ishlab chiqarish jarayonining mazmuni, uchinchi reja ishlab chiqarishning umumiy va pirovard natijalari, to'rtinchi rejamiz ishlab chiqarish imkoniyatlari va uning chegarasi va beshinchi rejamiz ishlab chiqarishning samaradorligini va uning ko'rsatkichlari haqida. Demak, ishlab chiqarish omillari nima va ularning tarkibi, ishlab chiqarish omillariga nimalar kiradi? Ishlab chiqarish jarayonida bevosita qo'llaniluvchi barcha resurslar ishlab chiqarish omillari deyiladi. Iqtisodiyotning tizimi va shaklidan qat'iy nazar 3 ta omil bo'lishi shart. Bular birinchisi ishchi kuchi omili, ikkinchisi mehnat qurollari, uchinchisi mehnat predmetlari. Ishchi kuchiga insonning mehnat qilishga bo'lgan aqliy va jismoniy qobiliyatlarning yig'indisi hisoblanadi, kiradi. Mehnat qurollariga esa inson uning yordamida tabiatga, mehnat predmetlariga ta'sir qiladigan vositalari va uchinchisi mehnat predmetlari bu bevosita mehnatga ta'sir qiladigan, ya'ni mahsulot tayyorlanadigan narsalar hisoblanadi. Demak, ishlab chiqarish omillari qanday turlarga bo'linadi? Ishlab chiqarish omillari birinchisi shaxsiy va ikkinchisi moddiy. Shaxsiyga ishchi kuchi, moddiyga esa mehnat qurollari va mehnat predmetlari, ya'ni ishlab chiqarish vositalari yig'indisi hisoblanadi. Ishlab chiqarish omillarining turkumlanishi, ishlab chiqarish omillari o'z 4 ta turkumga bo'linadi. Birinchisi ishchi kuchi, ikkinchisi tadbirkorlik qobiliyati. Albatta, ishlab chiqarishda tadbirkorlik qobiliyatsiz bir butun bo'la olmaydi. Tadbirkorlik qobiliyati muhim ahamiyat kasb etadigan turkumlardan biri hisoblanadi. Uchinchisi yer va oxirgisi kapital, to'rtinchisi kapital omillaridan biri, ishlab chiqarish omillaridan kapital hisoblanadi. Endi kapital tushunchasining o'zi turli adabiyotlarda turlicha talqin qilinadi. Ko'pchilik kapitalni o'z egasiga qo'shimcha qiymat keltiruvchi, qiymat o'z-o'zidan ko'payuvchi, o'suvchi qiymat deb hisoblaydi. Undan tashqari, chet ellik olimlarimiz Clark, Walras, Fisherlarning fikricha, kapitalga daromad keltiruvchi, foyda keltiruvchi, foiz keltiruvchi qiymat deb ta'rif beriladi. Kamayev esa haqiqatdan ham kapital o'zidan o'zi ko'payuvchi qiymat deb ta'rif beradi. Economics iqtisodiyot darsliklarimizda kapitalga barcha ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida qo'llaniladigan moddiy vositalardan iborat deb ko'rsatadi. Unga pul va tovarni kiritmaydi. O'zimizda Shodmonov, G'afurov iqtisodchilarimiz kapital ham qiymatga, ham nafliga ega bo'lgan, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonida foydalaniladigan yollanma mehnat tomonidan harakatga keltiriladigan vositalar deb ta'rif beriladi. Endi yer deganda nimani tushunamiz? Yer bu o'sha 4 ta turkumdan biri, ishlab chiqarish omillaridan biri hisoblanadi. Tuproqning unumli qatlami, o'tloqlar, yaylovlar, suv, havo, o'rmon, qazilma boyliklari, umumiy tabiiy resurslar tushuniladi. Tadbirkorlik qobiliyati nima? Iqtisodiy resurslar, ya'ni ishlab chiqarish vositalari va ishchi kuchi resurslarining tabiiy resurslarning bir-biriga qo'shilishini ta'minlaydigan tashkilotchi, yangilikka intiluvchi, tashabbuskor, iqtisodiy va boshqa xavfdan, javobgarlikdan qo'rqmaydigan kishilarga aytiladi. Bu xislatlar majmui esa tadbirkorlik qobiliyati deb yuritiladi. Endi ishlab chiqarish jarayonining mazmuni, ishlab chiqarish jarayoni bu kishilik jamiyatining amal qilishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan moddiy va ma'naviy ne'matlarni yaratishga qaratilgan maqsadga muvofiq faoliyat hisoblanadi.